Qiyomat shunchalik to'satdan keladiki, inson bir luqmani og'ziga olib boradi, lekin uni yeyishga ulgurmaydi. Sahih al-Buxoriy. Ular munofiqlar endi faqat to'satdan qiyomat kelib qolishinigina kutmoqdalar. Darvoqe uning alomatlari keldi. Bas ularga qiyomat kelgan vaqtida ularning eslatma olishlari qanday mumkin bo'lur? G'arb tomonlardan qizil rangga botgan quyosh ko'tarildi. U g'ayrat bilan ko'tarilarkan qo'rqinchli alomatlarni olib kelardi. Hech bir jon uyi tomon qadam bosishga jur'at eta olmadi. Qiyomat soati bo'lmaydi, to quyosh g'arbdan chiqquncha. Odamlar buni ko'rganlarida barchalari iymon keltiradilar, lekin o'sha paytda ilgari iymon keltirmagan hech bir jon o'z iymonidan foyda ko'rmaydi. Sahih al-Buxoriy. Yuraklar titrardi. Sukut va sirli bashorat soyasida qalblar dahshatga tushardi. Alloh Yamandan ipakdan ham muloyimroq bir shamol yuboradi. U kishining yuragida zarracha iymoni bo'lsa ham uni jonidan ayirmay qo'ymaydi. Faqat eng yomon insonlar qoladi va ular qiyomat soatini ko'radi. Sahih Muslim. Bir lahzalik sukunatda hayotning markazi go'yo bexabar ko'tarilib, yo'qolib ketdi. Ey xotirjam, sokin jon, ato etilgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh tomonidan ham rozi bo'lingan holingda Rabbing huzuriga qaytgin. Bas solih bandalarim safiga qo'shilgin va jannatimga kirgin. Ularning g'oyib bo'lishi tiriklarni vahimali qorong'ulikda qoldirdi. Ilgari inkor etilgan haqiqatlar endi yuraklarni ta'qib qilardi. Zulmat to'planar ekan, qadimiy qonunlarning shivullari sonayotgan uchqunlar kabi yaltirab, hamma narsaning yakun topishini bashorat qilar edi. Qiyomat kuni bilan qasamyod eturman. Yana malomatchi nafs bilan qasamyod eturmanki, qiyomat kuni qayta tirilib, hisob kitob qilinursiz. Inson uning chirib ketgan suyaklarini sira to'play, tiklay olmaydi deb bizdan gumon qilurmi? Yo'q, biz o'sha kuni uning barmoqlarini ham tiklab, tekislab qo'yishga qodirmiz. Balki inson kelgusida fujur, gunoh ishlarni qilishni istaydi. Qiyomat kuni qachon o'zi deb so'raydi. Bas qiyomat dahshatlaridan ko'z qamashganda, oy ham tutilganda, quyosh va oy birlashtirilganda, ana o'sha kunda inson jazodan qochadigan joy qayerda deb qolur. Shom qorong'isi tushdi. Oylar o'z nurlarini yo'qotdi va nihoyat tugamaydigan zulmat
yerni butunlay qoplab oldi. Qachonki yer o'zining eng dahshatli zilzilasi bilan qimirlaganida, yer o'z qa'ridagi konlaru murdalardan iborat yuklarini yuzaga chiqarib tashlaganida va qayta tirilishni inkor qiluvchi inson dahshatga tushib, unga ne bo'ldi ekan deb qolganida, ana o'sha kunda yer o'z xabarlarini so'zlar. So'zlashga Rabbingiz vahiy bilan ruxsat qilganini aytur. O'sha kuni, ya'ni qiyomat qoyim bo'lgach, odamlar ularga nomai a'mollarini ko'rsatilishi uchun to'da bo'lib chiqib kelurlar. Bas kimki dunyoda zarra miqdorida yaxshilik qilgan bo'lsa, qiyomat kuni uni ko'rar. Kimki zarra miqdorida yomonlik qilgan bo'lsa ham uni ko'rar. Tog'lar parchalandi. Dengizlar quridi. Yulduzlar uchqunlar kabi yerga yog'ildi. Osmon parchalanib, qulab tushdi. Bas qachonki quloqlarni kar qiluvchi chinqiriq kelganda, sur ikkinchi marta chalinganda, o'sha kuni kishi o'z birodaridan qochur, yana onasi va otasidan ham, xotini va o'g'illaridan ham qochur. Chunki u kunda ulardan har bir kishida o'ziga yetarli narsa tashvish bo'lur. Qachonki qiyomat voqe qoyim bo'lganda, uning voqe bo'lishining yolg'oni yo'qdir. U odamlarni ostun-ustun etuvchidir. Yer larzaga kelgan, tog'lar titilib, to'zib, to'zonga aylangan bo'lib, quyosh o'rab qo'yilganida, yulduzlar ham o'z falaklaridan to'kilganida, tog'lar ham o'z joylaridan jildirilganida, qornidagi bolasi 10 oylik bo'g'oz tuyalar ham qarovsiz qolganida, vahshiy hayvonlar ham bir joyga to'planib qolganida, dengizlar kuydirilganida, ruhlar qaytadan jasadlarga qo'shilganida, har bir tiriklay ko'milgan qizdan so'ralganida, ne gunohi uchun o'ldirilgan deb, yana sahifalar nomai a'mol ochilganida, osmon yer ustidan sidirib olinganida, do'zax kofirlar uchun qizdirilganida, jannat taqvodorlarga yaqin qilinganida, ya'ni qiyomat kuni har bir jon o'zi shu kun uchun hozirlab kelgan narsani, yaxshi yomon amallarini sahifadan o'qib bilur. Shamolning uvillashi va olov ichida yonayotgan osmon ostida yer hamda osmon o'z ichida larzaga keldi. Inson tasavvuriga sig'maydigan qiyomat fojiasining og'irligi uni ezib yubordi. Osmonlar yorilganda, bu bilan u Parvardigori amriga quloq tutganda va shu amrga loyiq topilganda, shuningdek yer yoyilganda, o'z ichidagi jasadlarni chiqarib tashlab bo'shab qolganda va u Parvardigori amriga quloq tutganda va shu amrga loyiq topilganda, har bir inson Allohga hisobot berur.
osmonlar yorilganidan, yulduzlar har tomonga sochilganidan, dengizlar qo'shilib to'siqlar ochilganidan, qabrlar ag'darilganida, ya'ni qiyomat qoyim bo'lganida, har bir jon dunyoda qilib o'tgan va qoldirgan barcha narsalarni, amallarini bilur. Sur chalinishi bilan osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ladi. Illo Alloh xohlagan zotlargina tirik qolurlar. So'ngra u yana bir bor chalinganda, nogoh ular barcha xaloyiq tirilib, qabrlaridan turib, Allohning amriga qarab turgaylar. Sur chalingan oxirgi daqiqada osmon va yer titrab, butun mavjudot o'z yakuniga yetdi. Qattiq momaqaldiroqdan keyin mutlaq sukunat hukm surdi. Vaqtning so'nggi izlari ham shamolga singib, butkul yo'q bo'ldi. Qasamyod etaman, paydarpay ezdiriladigan shamollar bilan, quturadigan bo'ronlar bilan, bulutlarni yoyib yuboradigan, haq bilan nohaqlikni ajratib beradigan, eslatma olib tushib, mo'minlarni uzur mag'firat qilish yoki kofirlarni ogohlantirish uchun xizmat qiladigan farishtalar bilanki, albatta sizlarga va'da qilinayotgan narsa qiyomat va hisob kitob voqe bo'luvchidir. Bas qachonki yulduzlar nurlari so'ndirilgach, osmon qobig'i ochilgach, tog'lar qumlar kabi sochilgach va payg'ambarlarga belgilangan vaqt kelgach, qiyomat qoyim bo'lur.